Oldi qism uchun bizga o'sha formula kerak bo'lmaydi. Formula bizga vazifasini bajarib bo'ldi. Topib oldik formulalarni. Endi buni olib qo'yib, faqat o'lchovlarimizni qoldiramiz. Oldi qism uchun 8 nuqtadan tepaga ko'krak yarim aylanasi bo'lingan 2. Ko'krak yarim aylana 49, 49 2 ga bo'lsam 24 yarim. 8 dan tepaga 24 yarim chiqaman. 16 nuqta. 16 nuqtadan ixtiyoriy yordamchi chiziq chizib olaman. 16 dan 17 gacha orqa bo'yin o'yindim necha chiqqan bo'lsa, xuddi shu santimetrga qo'yaman. 6,3 chiqqandi. 16 dan 17 gacha 6,3. 17 nuqta. 16 dan pastga 6,3 ga plus 1 cm 7,3. Sizlarda orqa bo'yin o'yindi necha chiqqan bo'lsa, o'shani oldiga qo'yasizlar. Shunga 1 cm qo'shib turib pastga tushasizlar. Menda 6,3 edi. 16 dan 17 gacha pastga 1 qo'shsam 7,3 bo'lyapti. O'n 18 nuqta. Endi chiroyli qilib bo'yin o'yinini chiqarib olamiz. Bo'yin o'yinini juda ham chiroyli chiqarishga harakat qilinglar. 3 burchak, 4 burchak qilib qo'ymanglar. o'n 7dan 19 gacha 4 cm. Hamma razmerlar uchun. 19 dan pastga 1 cm tushaman. 20 nuqta. 20 nuqta va 17 nuqtani o'zaro birlashtiraman. Birlashtirayotganimda mana ko'ryapsizlar, 17 nuqta, 20 nuqtani qo'yaman deb ixtiyoriy chiziq chizdim. Uzaytirib oldim chizig'imni. Endi navbatdagi qiladigan ishim 8 dan 21 ga ko'krak markazini yarmi. Ko'krak markazi 20 cm, yarmi 10 cm qo'yaman. 21 nuqta. 17 va 21 nuqta bo'ylab men ko'krak balandligini qo'yaman. Ko'krak balandligi menda 26 cm. 17, 21 nuqta orqali ko'krak balandligini qo'yaman. Menda 26 cm. Shtrix qilib belgilab oldim. Bu yordamchi chiziq menda. Endi 20 va 21 nuqtalarni birlashtiraman. Birlashtirgandan keyin sirazi ko'rib olinglar necha santimetr chiqyapti. Menda 20 dan 21 gacha 25 cm. Shuni yozib qo'yaman. 25 cm. Endi navbat ko'krak vыточкасini qo'yishga. Ko'krak vыточкасini qo'yish, topish usullari juda ham ko'p. Menga o'zim juda ham qulay bo'lgan va juda ham afzal bo'lgani menga tablitsadan foydalanish. Tablitsadan foydalanayotganda mana ekrandagi tablitsaga e'tiboringlarni qaratasizlar. Bu yerda S ko'krak deb qo'yilgan, to'g'rimi? S ko'krak degani bizda ko'krak yarim aylanasi. Mana shu tablitsadan o'zingizlarni S ko'kraginglarni, ya'ni yarim aylananglarni topib, necha santimetr ko'rsatgan bo'lsa, o'shani qo'yasizlar. Menda S ko'kragim 49 cm ga teng. Demak, vыточка chuqurligim 10 cm bo'lish kerak ekan. Demak, 20 nuqtadan qaytaraman. 20 nuqtadan 17 dan emas, 20 nuqtadan yordamchi chiziq bo'ylab men 10 cm qo'yaman. 20 nuqtadan 10 cm qo'ydim mana. 12 nuqtam o'chib turaman xalaqit bermaslik uchun. Qo'ydim. Endi 20 va qizlar mana ko'krak markazi 21 nuqta edi bizada. Mana shu yerda yanishib ketmanglar. Bu joy 21 nuqta edi bizada. Ko'krak balandligini qo'ygan joyim menda pastga tushib ketdi. Bu menda 22 nuqta bo'ladi. 20 dan 22 nuqta oralig'i 25 cm. Demak, 22 dan 23 gacha mana shu 25 cm qo'yaman. Qo'yganimda e'tibor beryapsizlarmi? Menda nuqtadan tepaga chiqib ketdi. Yordamchi nuqtadan tepaga chiqib ketdi. Chiqsa chiqarish kerak.
Bu nuqtaga ozgina yetib kelmasligi ham mumkin, nuqtani o'ziga kelishi ham mumkin yoki nuqtadan tepaga chiqib ketishi ham mumkin. Tushunarlimi? Muhimi, mana mana shu ikkita chizig'inglar teng bo'lishi kerak. Bular uchrashadigan chiziqlar. 23 nuqtani topib oldim. Endi 23 va orqadagi yashil krestik belgilagan joyimni shtrix yordamida belgilab olaman. 14 nuqtani o'chirib turaman. Menga xalaqit qilyapti. Yigirma uch va orqadagi yashil bo'linmani krestikka birlashtirdim. Yordamchi chiziq bo'ylab. Endi 23 dan men qo'yaman 24 gacha yelka minus 4 cm. Menda yelka 12 cm edi. 12 dan 4 ayirsam 8. Nima sababdan 4 ayiryapman? Bu yerda 20 dan 17 gacha 4 cm yurganmiz, to'g'rimi? 19 va 7 mana mana shu oraliq 4 cm yurganman. Shu sababdan 12 dan 4 ayirsam 8 qolyapti. Demak 8 bo'lish kerak bu yog'im. 24 nuqta 24 nuqta va qizil krestikni shtrix yordamida birlashtiraman. 24 dan pastga 25 gacha 2 cm tushaman. 25 va 23 nuqtalarni o'zaro birlashtiraman. Menda 8 cm chiqish kerak. Ana rovni 8 chiqyapti. Birlashtirib qo'ydim. Endi 25 va x qizil x teng 2 ga bo'laman va 0,7 ichkariga kiraman. Mana 26 nuqta deyman shu yerda. Bu yerda kirgan joyimiz 27 nuqta deyman. 26 va 27 nuqtalar oralig'i 0,7. Mana mana shu proyma chizig'im bor-ku, mana mana shu. Mana mana shu joydan, mana shu x deb olaylik, mana shu yerda x dan pastga 1,5 cm tushaman. Hamma razmerlar uchun 1,5 tushaman. Chizib oldim. Endi oldi yeng proymamni chiqaraman. 25 nuqta, 27 nuqta, qizil krestik va mana mana shu x pastiga tushaman. 25, 27 x birlashtirdim. X va pastdagi 1,5 cm ga teng qildim. Mana ko'rdinglarmi? 25, 27 x va 1,5 tushgan joyimga olib kelib birlashtirib qo'ydim. Endi orqa yeng proymamni ham pastga tushiraman. Oldi bilan bir xil qilib olaman. Mana. Orqa va oldini chiqarib oldim. Endi navbat bel vitichkasi bilan ishlashga.